Jiddiy uchrashuvlar uchun Qanday avtomobil tanlash kerak? Gelandewagen yoki Land Cruiser 300? hozir buni ko'rib chiqamiz. Agarda biznes uchrashuvingiz shahar ichida bo'ladigan bo'lsa, sizga komfortdan ko'ra ko'proq status kerak bo'ladi. Va aynan o'sha statusni sizga Gelandewagen taklif qila oladi. Agarda sizning uchrashuvingiz uzoqroqda, ya'ni shahar tashqarisida bo'ladigan bo'lsa, sizga albatta komfort kerak bo'ladi va bunda sizga Toyota Land Cruiser 300 yordam beradi. Gelandewagenni o'zingiz haydaysiz yoki haydovchi bilan ijaraga olasiz. Siz o'zingizni eng yuqori ishonch bilan his qila olasiz. Ishonch deganda nimani tushunamiz? Gelandewagenda siz mabodo yo'nalishingizni o'zgartirishingiz kerak bo'lib qolsa, siz yo'l so'ramasangiz ham yo'l berishadi. Ammo bu unday qilish kerak degani emas. Land Cruiserning komforti shundaki, siz oldida o'tirasizmi yoki haydovchi bilan orqada ketasizmi, mashinaning keyingidan siz anchagina qulaylikni his qilasiz. Yoqilg'i tanloviga keladigan bo'lsak, Gelandewagengiz eng yuqori sifatli yoqilg'i ishlatishingiz kerak bo'ladi. Land Cruiserning mashhurligi bu ancha-muncha qiyinchiliklarga bemalol chidashda va bulardan biri uzoqroq yo'lga siz safarga chiqsangiz, sizda yoqilg'i bilan muammolar bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomobil ancha-muncha yoqilg'ilarga injiqliklar qilmaydi. Lekin bu degani siz sifatsiz yoqilg'ilar qo'yishingiz kerak degani emas. Jiddiy uchrashuvlar yosh tanlamaydi, ammo Rent Cruise'dan avtomobil ijaraga olishingiz uchun yoshingiz 24 dan baland bo'lishi shart. Va bu ikki mashina ham Rent Cruise'da bor. Siz xohlaganingizni, vaziyatingizga qarab tanlasangiz bo'ladi. Izohlarda plus belgisini qoldiring va biz sizga shu va boshqa mashinalar narxini yuboramiz. Rent Cruise'da yaxshiroq xizmat, Yaxshiroq mashinalar.